Ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar mol-mulk solig'idan ozod qilingan. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 421-moddasiga ko'ra, bir qancha toifadagi shaxslar, xususan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar ham o'zini mulkida bo'lgan turar joylariga nisbatan 60 kvadrat metr doirasida mol-mulk solig'idan ozod qilinishi belgilangan. Demak, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs dokumentalni o'ziga tegishli bo'lgan turar joyini, yashash maydonini faqatgina 60 kvadrat metrdan ortgan qismigagina mol-mulk solig'i to'laydi xolos. 60 kvadratini esa demak ular bunday soliqdan ozod qilingan. Aytaylik, mana shu toifadagi shaxs yashayotgan uyni yashash maydoni 70 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, demak u 10 kvadrat uchun mol-mulk solig'i to'lash kerak, qolgan 60 kvadrat uchun demak ozod qilinishi mumkin. Faqat bu o'zidan o'zi proaktiv shaklda qo'llaniladigan imtiyoz emas. Shuning uchun bunday toifadagi shaxslar o'zini pensiya guvohnomasini yoki tibbiy tomonlama teg ma'lumotnomasini olgan holda o'zlarini hududidagi soliq organiga shaxsan borib murojaat qilish kerak va ularning murojaatiga ko'ra bunday imtiyoz ularga berilishi mumkin.